3. qism. O'shimga kelgan vaqtimda dadamni allaqachon yerligida qo'yib bo'ldi. Shu kunlarda sarang bo'lib qolmadim. Onun bersi bo'ldim. Anamning holi meningdanmi yomon edi. Anam ikkimiz bu ochiq reallikni faqatla qabul qilolmay o'tirdik. Yig'lab qaqshab oradan bir mezgil o'tdi. Lekin bechora onam doktorxonada xeyli uzun yetib ketdi. Men o'zimning holi bilan sarang ketish holatda yuratdim. Ana shu kunlarni eslashdan qo'rqaman. Qo'limdagi telefonning sayrishi bilan xiyoldan cho'chib uyg'onib, o'zimni o'ng qo'yib yig'layotganligimni sezdim. Atrofdagi kishilar menga bir xil ish chaqirtish nazarda qarab turishdi. Men tezli o'zimni o'ngshab, telefonni qo'lqimga tutdim. "Aka, sen nerede? Biz doktorxonaga kelgan, lekin seni topolmayapmiz." Men enim Muxtarga jiddiy qutqizish bo'limida ekanligimni deb eshikning oldiga chiqdim. Enim bilan ikki singlim birga ketdi. Men eni singillarim bilan quchoqlashib yig'lab turib ko'rishdim. Muxtar uydan akelgan 10 ming pulni qo'limga tutqizdi. Biz tez qadamlar bilan jiddiy qutqizish ichiga kirib, sestralardan so'rab yurib, davolanish kartasi bejargandan keyin karta ichiga 10 ming yuanning hammasini biroq silavatdik. Pul topshirib bo'lgandan keyin sestralar bizni xabar kutib o'ltirib turinglar dedi. Men uklarim bilan kutish zalidagi o'rindiqda o'ltirdim. Enim Muxtar ko'zimga qarab, "Aka, onamga nima bo'ldi? Sening uydan chiqib ketganingga 3 kun bo'lgandi-ku. Qandaqsiga onamning hushidan ketganini bilib doktorxonaga keldim. Acaba onamni sen yiqitib qo'ymagansan, ha?" Enimning bu savolidan cho'chib ketdim. Chunki bu enimning g'ururi bakli kuchli bo'lib, yeshiga qaraganda basti mendan bastilik edi. Burunmu uyda onam bilan gap talashib qilib, onamga birer eg'iz gap yondirib qolgudek bo'lsam, menga jinini tikib urushib ketadi. Men rost ahvolni deb g'ash ko'nglimni texim g'ash qilishni xohlamay, enimga yolg'on so'zladim. Atigan uyga qaytib kelgan edim. Uyliga kirishim bilanla onamning uylining o'tirisida hushsiz yotganini ko'rib, doktorxonaga keldim. Men eni singillarimga shundoq deb javob berdim. Uyimizda balaning cho'ngi men edim. Biz 4 bola bo'lib, mening keynimda enim Muxtar. Yana 14 yoshga kirgan singlim Muyassar. 11 yoshga kirgan singlim Robiya bor edi. Ikki singlim gapimga ishinib, "Hanım bo'lsa,
vaqtida uyga qaytib kelibdikansiz. Bo'lmasa anam nima bo'lib ketar bo'lg'aydi? Rahmat sizga aka. deb bo'ynimga esilib yig'lab ketishdi. Lekin enim Muxtar gapimga faqatli ishonmadi. Eni sing'illarim jiddiy qutqizish ishiga talmirib, ko'z yoshlarini so'ltib o'ltiradi. Mening xiyolim yana burungi o'tmishimga qaytib, meni azoblashga boshladi. Shuncha eslamay dedim yo'q, lekin xiyolim menga bo'ysunmadi. Dadam o'lib ketgandan keyin qonun taraf yiliqi yuk mashinasi shofirdan ma'lum miqdorda to'lam haqini to'ltib bergan bo'lsa-mu, pul dadamning o'rnini bosolmaydi. Shu chog'larda o'zimning dardini tortib ololmay yursam, onam kichik ishlarga chechilib meni urib tillaydigan bo'lib qoldi. Shundaq chog'larda bekla azoblanatdim. Dadamni seg'inib, qabristonlikqa berib, dadamning qabrisini quchoqlab, ön qo'yib yig'lab ketdim. Mening dadam gap so'zi joyida, intayin oq ko'ngil, chumilining bu ko'ngliga azor bermaydigan odam edi. Dadamga ichimdan qoyil edim. Dadamdan ayrilib, bara tugishib ketdim. O'qishdan chekindim. Anamning so'zlashlari, o'qituvchilarimning yolg'onlashlarini quloqimga kirmadi. Keyingi kunlarda opam bilan gap tegishib qolsam, uydan chiqib ketadigan qo'yim o'g'lim oldim. Sirtda lavaylab yurib, jamiyatdan bir necha og'ayni tutib oldim. Og'aynilarimning yetti bilan boshda tamok chekishni, keyin aroq ichishni, undan keyin nesh chekishni o'rgandim. Kayib saqlani o'rgangandan keyin kichik ishlarga osonla ochiqib keldim. Ishning oldiga o'ylashmayla yurakli bo'lib ketdim. Xush yoqsa uyga qaytib ketdim. Xush yoqmasa keyin qolgan yerda uxlab qolardim. Pulim tugsa uyga qaytib, uyda birer kun o'tkazgandan keyin onamdan pul so'raydim. Bechora onam necha pul desam shuncha pul beradi. Agarda pulni nimaga ishlataganimni so'rab qo'ysam, uyni beshimga kiyib jidal chiqarardim. Jamiyatdagi osha do'stlarimga qanday ishnatdim. Lekin afsus, men ishongan do'stlarim bugun haqiqatan o'zini ko'rsatib qo'ydi. Ham menimi o'yg'itib qo'ydi. Shu xiyollarni qilayotganda yig'lab ovozim sal o'lik chiqib ketdi bo'lg'ay. Muxtar meni bo'sh silkib: "Nim bo'lding aka? Nimaga buncha ezilib yig'laysan?" Hech ish bo'lmadi. Shu burun onamning ko'nglini og'irtqinim yodimga kelib, yig'i tutib qoldi.
anamning ko'nglini, og'ritqiningni burunroq bilib yetishing kerak edi, aka. Sendin kichik bo'lsammi, sana azroq gap qilib qo'yay. Menga tarbiya berdi deb ko'nglingga olma. Bilamsan, aka. Sen har qitim onam bilan tang turib, onamga qo'l ko'targan chaqlaringda seni urib put-qo'llaringni chiqib etkim keladi. Sendan shundoq nafratlanib ketdim. Lekin sen yo'q chaqlarda onam menga tarbiya qildi. Akang sening dadang bilan o'xshash balam. Mendan qolsanglar, akanglar sizlarga ega bo'ladi. Akangga qalaymaqan mush ko'tirmagin. Akangning bu dadanglarning etinishlik o'lib ketishi kalisiga bek ta'sir qildi. Uni to'g'ri tushuninglar. Balam hamon bir kuni o'zini topadi. Deb nasihat qilishi bilan seni necha qitim tishimni tishlab turib kechirib etdim. Sen o'ylab boq, aka. Dadamning dardida qon yig'lab yurgan onamni sen kech-kechalab uyga kirmay ansirtib, o'lmakning ustiga tepmak qilgandek ish qilganing faqatli qamlashmadi. Sen uyga kirmagan osh kunlari onam meni agashtirib seni tonuydigan og'aylaringning uyiga to'rxona KTV ish qilib bulung pushqoqlarning hammasini tong atqicha izlab chiqatdi. Uyga qaytib kelgandan keyinmi hammamiz uxlab qolsak, onam chiroqni o'chirmay pat-pat uyning oldiga chiqib sening yo'lingga talmirib ko'z ish qilib o'ltiradi. Mana bechora onam oxiri bardoshlik berolmay yiqilibdi. Ko'nglingga kelsimi mayli. Sendan nafratlanaman, aka. Asli bizga ulgu bo'lib, onamning uqularining holidan yaxshi xabar elib o'tishing kerak edi. Lekin sen aksicha ish qilding. Dadamgo beajal o'lib ketdi. Lekin qarab baqa. Bechora onam sening dardingda yiqildi. Agarda onamga bira ish bo'lib qolsa, seni hargiz bo'sh qo'yib etmayman. Enim shundoq deb ko'zimga g'azab bilan tikildi. Muxtarning shirdek tikilib qarshidan tenim shirkinib ketdi. Men darhol singillarimning ko'ziga qaradim. Singillarim bu enimga o'xshash menga nafrat ko'zlari bilan qarab, ko'zlaridan monchoqdek yoshlarni eqitib o'ltiradi. Men bekli qo'rqib ketdim. Rastlıqla qo'rqdim. Shu chaqda ahmas og'inlarimga ishinib, onam qarindoshlarimning dilga to'ldirg'isiz azor berganimni his qildim. Yerda yukinib o'ltirib, ön qo'yib yig'ilganimcha yuzimga necha qachat urib etdim. Endi singillarim bana qarab ko'z yoshlarini surtib o'ltiradi.